holatda nima qilish kerak? Bemorning og'ziga turli metallar, qoshiq, ruchka, shunga o'xshagan buyumlar tiqishga harakat qilinmaydi. Hatto ba'zilar barmog'ini tiqmoqchi bo'ladi bemor og'ziga. Bunday qilish mumkin emas. Sudurga holatida bemorlar tishlari bir-biriga qattiq kirishgan holatda bo'ladi. Bemor qo'lingizni chaynab, unga qattiq zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Ba'zilar aytganidek, til hech qanday orqaga ketib, bemor o'limiga sababchi bo'lib qolmaydi. Bundan tashqari bemorga suv berishga harakat qilinmaydi. Bemorni o'ziga keltirishga, uni o'rnidan turg'izish, o'ziga keltirishga harakat qilinmaydi. Aksincha, bemor tekis va yumshoq joyga yotqiziladi. Bemorni tanasida unga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har xil taqinchoqlar, erkaklarda remen, ya'ni kamar bo'shatiladi. Soatlar, uzuklar bo'lishi mumkin. Shunday metallardan bemor ozod etiladi va kiyimlari qattiq turgan bo'lsa, u bo'shatiladi. Remen yo'q, bo'sh holatda turibdi. Bemor ozgina yonboshlatiladi. Uni og'zidan ko'pik kelishi mumkin. Shu ko'pik artib turiladi, o'pkaga ketib qolmasligi uchun. Va bemorni boshiga yostiq qo'yish mumkin yoki biror yumshoq buyum va darhol tez tibbiy yordamga murojaat qilish zarur. Bemor o'ziga kelganidan so'ng uni tinchlantirish, unga dalda bo'lish kerak bo'ladi. Odatda sudurgidan keyin kasallar uyquga ketadi va bu normal holat.